ko'p bolali oila degan gap qulog'imizga tez-tez chalinib turadi. Xo'sh, aslida ko'p bolali oila bo'lish uchun farzandlar soni va yoshi qanday bo'lish kerak? Mazkur videoni ko'ring va men buni oddiy sodda xalq tilida tushuntirib beraman. Oila kodeksining 4.1 moddasiga asosan oilada kamida 4 nafar voyaga yetmagan, ya'ni 18 yoshga to'lmagan bolalar bo'lsa, bu oila ko'p bolali oila deb hisoblanadi. Lekin to'xtang, katta bolangiz 18 yoshdan oshgan bo'lsa-chi, agar 4 ta yoki undan ko'p bolalaringizdan biri yoki bir nechtasi oliygohda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa va hali 22 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu oila ham ko'p bolali oila deb hisoblanadi. Chunki farzandlaringiz talaba, oilaning esa xarajatlari kamaygani yo'q. Men buni nima uchun aytayapman? Sababi qonun mana shunday oilalarga barcha imtiyozlar va ijtimoiy yordamlar berilishini kafolatlaydi. Videoni ko'p farzandli tanishlaringizga yuborib qo'ying.